Yaxshi yesamla, badanim sog'lom bo'ladi. Yiqqan pulim bilan kesilimni davolatalayman deb o'ylab qolmang. Agar rostili shunday bo'ladigan bo'lsa, nima uchun shuncha ko'p dongli shaxslar baldurda o'lib ketadi? Ularning puli ko'p, aloqa doirasi keng, atrofida dongli doktor tiblar kam emas. Shundoq turuqliq nima uchun o'zining kesilini davolatib saqaytolmaydi? Chunki ularda yaxshi bo'lgan badan saposi yo'q. Shunga siz yaxshi badan saposiga ega bo'lishni o'ylasangiz, cho'qim badaningiz kuchli bo'lishi kerak. Undaqda men bugun sizga 5 xil badan saposini kuchaytirish usulini deb beray. Birinchisi, har kuni oz deganda yarim soat harakat qiling. O'zingizga mos keladigan chiniqish usulini tanlab, uzoq muddat davomlashtiring. Ikkinchi, har kuni 1 dan 2 gacha suvda pishirilgan tuxum yeyishni unutmang. Hamda go'sht, purchoq, sutni muvaffaq iste'mol qilib, badan ehtiyojli bo'lgan oqsilni to'liqlang. Uchinchi, turmushda cho'qim sovuqdan saqlanib, badan temperaturangizni 36.5 gradusdan yuqori saqlashga diqqat qiling. To'rtinchi, uxlamay tong atqizadigan ishni hargiz qilmang. Kech soat 11 dan burun uxlashga cho'qim kafolatlik qiling. Uyqu badanni asli keltirishdagi eng yaxshi dori. Beshinchi, yaxshi ruhiy holatni saqlang. Agar har kuni besim his qilish, tashvishlanish, ochiqlanish holatida turganda odam badanidagi modda almashish qalaymaqonlashib ketadi. Yaxshi kayfiyatni saqlash salomatlikka intayin foydali. Mazmunimiz yaragan bo'lsa, yurak berib meni qo'shib bering. 快手，拥抱每一种生活。